Diqqat, Apple'da jiddiy zaiflik topildi. Assalomu alaykum. Bugun yaqinda Apple'da topilgan zaiflik haqida gaplashamiz. Apple kompaniyasi WebKit brauzer dvigatelidagi SV2025-24201 nomli xavfli zaiflik haqida rasman e'lon qildi. Bu nima va nega xavfli? Maxsus tayyorlangan virusli veb sahifa orqali xakerlar siz bilmagan holda qurilmangizga kirish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Bu qanday xavf tug'diradi deysizmi? Shaxsiy ma'lumotlaringizni o'g'irlashi mumkin. Qurilmangiz xakerlik hujumiga uchrashi mumkin. Bu zaiflik allaqachon ekspluatatsiya qilinmoqda. Qaysi qurilmalar xavf ostida deysizmi? iPhone XS dan boshlab undan yuqori yangi modellar. Noma'lum saytlar va shubhali havolalarni ochmang. Safari'ning kuchaytirilgan himoyali funksiyasidan foydalaning. Darhol sozlamalar bo'limiga kirib, asosiy yangilanish bo'limiga kirib, iOS'ning 18.3.2 versiyasini o'rnatib oling. O'zingiz va pullaringizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.